Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Har bir ko'ngil xiralik ko'zni ochadi. Lekin yurakni yopadi. Agar ishlaring qalay degan savolingizga kimdir yaxshi deb javob bersa, demak siz u odamni ishonch doirasiga kirmaysiz. Ishq hamisha bor edi. Lekin biz uni insonlardan qidirdik. Musobaqada undan o'tib ketsang xursand bo'ladigan yagona inson otangdir. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki Akmal?